Diqqat! Aholiga tezkor xushxabar. O'zbekistonda fuqarolarni turli kasalliklardan davolanishi va tadbirkorlik faoliyatini yuritishi uchun davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Prezident farmoni. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Prezident farmoni. 2025-yil 1-apreldan Yoshlar daftari jamg'armasi va 2025-yil 1-sentyabrdan esa Ayollar daftari jamg'armalari orqali to'lanadigan bir martalik moddiy yordamlari o'rniga kam ta'minlangan oilalar uchun nazarda tutilgan nafaqalar to'lanadi. 2025-yil 1-maydan ijtimoiy himoya daftari ro'yxatida turgan oilalarni tibbiy ko'rikdan o'tishi, davolanishi va jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish xarajatlari davlat tibbiy sug'urtasi orqali moliyalashtiriladi. 2025-yil 1-maydan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan muhtoj oilalarning uy-joyida artezan quduq qozish, suv nasoslarini o'rnatish hamda ichimlik suv filtrlarini xarid qilish xarajatlarini 90% qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobaridan ko'p bo'lmagan miqdorda subsidiyalar ajratiladi. 2025-yil 1-maydan boshlab ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarga Inson ijtimoiy xizmatlari markazi orqali bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobar miqdorida bir martalik nafaqa puli beriladi, deyiladi xabarda.